ki bu dunyoda Allohga iymon keltirgan bo'lsa-ki, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan bo'lsa-ki, kim Allohdan o'zga iloh yo'q, faqat yolg'iz Alloh deb bunda mustahkam turgan bo'lsa, albatta u jannatga kiradi. Gunohlari uchun ma'lum bir azoblarni olar. Alloh xohlasa kimlardir gunohlarini kechirib yuboradi. Bu Allohning irodasida. Shirk va kufrdan o'zimizni saqlagan holda boshqa gunohlarimiz uchun tavba tazarru qilib, istig'forlar aytib Allohdan rahmatidan umid qilib jannatga kiramiz. Jannatga azizlar bizni faqat Allohning rahmati olib kiradi. Mana shu Allohning rahmatini umid qilamiz. Hamma hisob kitoblardan o'tib bo'lgandan keyin Kavsar suvidan ham ichib seroblar bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining qo'llaridan suv ichiladi azizlar. Havzi Kavsar suvini ichgandan keyin qaytib inson chanqamaydi ekan, ammo jannatdagi suvlarni esa endi chanqoqni